Assalomu alaykum. Men Yangiyo'l tumani Hamroqul Tursunqulov massivida dehqonchilik qilamiz. Mana ko'rib turganinglardek 958 F1 navli urug'i olib ekdik, Makka jo'xori urug'ini. Mana ko'rganinglardek hosili juda ham ko'ngildagidek berdi. Mana qo'limdagi hosil bitta tanadan olingan. 4 ta 5 ta solgan, hozir 2 ta donni to'liq pishirib yetiltirib berdi. Qachon ekkaningiz buni? Buni 22-iyulda ekkanmiz. Mana bugun 17-oktyabrda to'liq 2 ta dona pishib yetildi. Iyuldami, iyunnedami? Iyulda ekkanmiz. 22-iyunda. 22-iyunda ekkan urug'qa deganmiz. Hozir to'liq pishib yetildi mana makkamiz. Xudo xolasa gektaridan bir 12 tonna, 13 tonna Tozadon. tozadon mo'ljallab turibmiz. Xudo barakasini bersin. Rahmat.